Muhammad Yusuf 1954-yil Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida dehqonlar oilasida tug'ilgan. 1971-yil o'rta maktabni tugatib, u Respublika Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi. O'qishni bitirib O'zbekiston kitobxonlar jamiyatiga muharrir bo'lib ishga kiradi. So'ngra Muhammad Yusuf Toshkent oqshomi gazetasi muxbiri, G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at tahririyati musahhihi, O'zbekiston ovozi gazetasi muxbiri, O'zbekiston Milliy axborot agentligi bosh muharrir o'rinbosari, Tafakkur jurnali bo'lim mudiri lavozimlarida faoliyat yuritadi. Shoirning adabiyot rivojiga qo'shgan hissasi munosib baholangan. Muhammad Yusuf Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. O'zbekiston xalq shoiri sharafiga musharraf bo'lgan. Ilk she'ri 1976-yil O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida chop etilgan. Oradan 9 yil o'tgachgina 1985-yil shoirning ilk she'riy to'plami Tanish teraklar chop etiladi. Ushbu to'plamda shoir o'z hissiyotlari bilan lirik va erkin tarzda bo'lishadi. O'z hayoti voqealari haqida gapiradi. Muhammad Yusuf hayoti omadi chopgan edi. Ijodiy yo'lining eng avvalida taqdir uni Erkin Vohidov bilan yuzlashtirdi. U esa Muhammad Yusufning ajoyib iqtidorini sezib, uni rivojlantirishga yordam berdi. Keyinroq shoir Abdulla Oripov bilan yaqinlashadi. Bu ikki atoqli zamondosh shoirlar Muhammad Yusufning iqtidorini to'g'ri yo'naltirishadi. Ularning ijodida mavzularda, timsollarda, she'r ohangida o'zaro ta'sir va o'zaro bir-birini boyitishni payqash mumkin. Muhammad Yusuf uchun har bir so'z hayotidagi har bir hodisa she'riyat edi. Shoir 2001-yilning 29-iyul kuni vafot etgan. Nechun qulluq qilmay Andijonga men? Shu yurtda tug'ildim, shu yurtda o'sdim. Agar do'stim bo'lsa, bitta u do'stim. Nechun qulluq qilmay Andijonga men? Muhammad